Sehtiyotganing shu joymidi? Ah, sharmanda! Ay, oyi nimaga urasiz? Opa, o'zingizni bosing. Hali, shoshmay tur. Buni adabini beraman. Opa, o'zingizni bosing. Nimaga urasiz oyi? Hammani oldida sharmanda qilmoqchimisiz meni? Uyaltirmang. Sen meni uyaltirib, tiriklayin ko'rga tiqsang maylimi? Qaysi bet bilan bunaqa joylarda shu ahvolda yuribsan? Kim aytadi seni meni qizim deb? Biror marta shunaqa rasvo joylarga kelasan deb o'ylamabman. Oyi, siz yoshingiz bilan meni yoshimda farq bor-ku. Siz olib keldingizmi, oyimmi? To'p gapirma. Oldimga tush. Qani oldimga tush. Sizga turing, o'zim yetib olaman, oyi. Bekorlarni aytibsan. Hozir men bilan ketasan, qani oldimga tush, oldimga tush. Oyi. Qayoqqa? Qayoqqa olib ketyapsan Gulini? Seni nima ishing bor? Ha, Guli meni qizim. Uyimga olib ketyapman. Menga desa o'ldirib yormaysanmi? Qizingni mendan katta qarzi bor. Lekin avval qarzini to'lab qo'ysin. Keyin olib ketaver, katta ko'cha. Voy, qancha qarzi bor? 3000 ko'kidan. Voy. 3000? 3000? Nima? Sen haligi narkotik bilan shug'ullanasanmi? Yo, oyi, unaqa emas, yo. Nega buncha katta pulni menga ilyapsiz? Men sizdan hech qanaqa pul olmaganman. Bu yerga kelib tonggacha yeb ichganing, o'yin kulgi qilganlaring, bularni haqqini kim to'laydi? Men doim yonimdan to'lab yurganman. Yeb ichganingni hammasi hisob kitobli. Voy, aferist. Bitta o'zi shuncha pulli ovqat yemasa kerak? Men ham ko'cha ko'rganman. Qarz desa indamay to'lab ketadi deb o'ylamang. Ha. Bu yer sizlarga pirashki xona emas. Bu yer klub. Bu yerning oddiy suvi ham palon pul turadi. Gulini nima yeb, nima ichganlari, chakkan kalyanlari, Voy, hammasi hisob kitobli. Daftarni ochib ko'rsatishim mumkin. Mana bu kameralarni ko'ryapsizlarmi? Hammasida